Dunyodagi eng saxiy odam kim? Bilasizmi? A? Messi yoki Ronaldo deysizmi? Yo'q. Dunyodagi eng saxiy odam bu Mr. Beast'tir. YouTube tarmog'ida eng ko'p obunachiga ega bo'lgan Mr. Beast o'zining g'ayrioddiy g'oyalari va juda katta miqdordagi sovg'ali konkurslari bilan mashhurdir. Bu safar u darhaqiqat hech kim qilmagan ishni bajarishga muvaffaq bo'ldi. U Afrika qit'asining chekka qishloqlarida 100 ta, eshityapsizmi? 100 ta quduq qazittirdi. Keniya, Kamerun, Zimbabve kabi davlat aholisiga quvonch ulashgan Mr. Beast 1 million nafar insonning hayotini o'zgartirib yubordi. Ammo bizning saxiy qahramonimiz shu bilan to'xtab qolmadi. Mr. Beast maktabni ta'mirlab, uni kompyuter va video qurilmalar bilan jihozlab berdi. Bu esa bolalarning sifatli ta'lim olishlarini ta'minladi. Zimbabveda esa velosipedlarni sovg'aga berib, ko'pgina oilalarning uzog'ini yaqin qildi. Mr. Beast minglab ko'zi ojizlarning ko'rish qobiliyati tiklanishi uchun mablag' ajratdi. U hali ham ezgu amalini davom ettiryapti. Agar hikoyamiz sizni qoyil qoldirgan bo'lsa, izohlarda Mr. Beastga rahmat deb yozib qoldiring. Videoni esa yaxshilik yo'lida storiesingizga joylab, uni tarqalishini ta'minlang.